Aka, nima deb o'ylaysiz? Bugun nima yutadi? Men Lacetti yutadi deb o'ylayman, to'g'risi. Men o'ylashim bo'yicha 10x yutadi. 1.6 motori qanaqa qilib 10x yutishi Endi mumkin? 10x Probesh. yengil, shu osti yengil. O'shaning uchun men yutadi deb o'ylayman. Bilmadim, lekin aka qanaqa bu. Hozir ko'ramiz. Boshladik. Tak, tayyormisiz? 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 Tak. 1, 2, 3. Ko'pchilik yomonlaydigan mashina 10x yutib chiqdi lekin hozir. Nima deb o'ylaysiz? Aka, sizga nima dedim? E'tibor etishim kerak, bu Brukkin mexanika, turbinasi yo'q. 1.6 motorlan yutib chiqdi hozir. Hayronman. Agar ushbu video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'ying Va va Uzcars bilan Rodkingga obuna bo'lib qo'ying. hammaga omad.